Assalomu alaykum qadrli futbol shaydolari. Mana millionlab qalblarni titratgan g'alayonli lahzalar yetib keldi. Jahon chempionati start olar shu on. Butun dunyo nigohini bitta nuqtaga qaratgan pallada. Qarang, maydonga kimlar kirib kelyapti? O'zbeklar kelar olovday, bo'riday shu on. Ko'zlarida g'alaba uchquni, vujudida buyuk ajdodlar, qoni jo'sh urgan, yashil maydonni yondirib yuborishga tayyor bo'lgan olov yurak yigitlarimiz maydonga chiqib kelmoqda. Ammo raqib oddiy emas. Qarshimizda turar Portugaliya, go'zal, mag'rur va qudratli diyor, o'z tarixi bilan, o'z maktabi bilan dunyoni lol qoldirgan o'lka va o'sha jamoa safida futbol olamini eng baland cho'qqisiga bir daho turibdi. U yerda bordir afsona Cristiano Ronaldo. Yillar unga tish botira olmagan yashil maydonni chinakam qiroli. Bugun ham jahonni larzaga solar ushbu afsona o'zini buyuk irodasi, tinimsiz mehnati va so'nmas shijoati. Ana shu buyuk to'qnashuv oldidan yuraklar tezroq ura boshlaydi. Nafaslar ichga yutiladi. Kim bilar ne bo'lar shu on? Ertagi tarix sahifalariga nimalar bitiladi? Bo'riday tashlangan yigitlarimiz afsonani tiz cho'ktira oladimi yoki tajriba o'z so'zini aytadimi? Buni yolg'iz yaratgan biladi. Lekin bugun biz natijadan qat'iy nazar mana shu buyuk lahzalarni guvohiga aylanayotganimiz uchun baxtlimiz. Shunday ekan do'stlar, keling, kinalarni, o'zaro bahslarni unutaylik-da. Faqat va faqat olqishlar bilan o'yinni ko'raylik. Futbol taftidan zavq olaylik. Zero mana shu shiddat, mana shu hayajon hayotimizga go'zallik baxsh etadi. Yigitlarimizga kuch-quvvat tilagan holda katta futbol bayrami barchamizga muborak bo'lsin azizlar.